Islom diniga o'tishidan oldin ismi Cassius Marcelo Clay bo'lgan Muhammad Ali afroamerikalik va Irlandiya naslidan bo'lgan oilada 17-yanvar 1942-yili Kentucky Louisville'da dunyoga kelgan. Butun davrlarning eng yaxshi bokschisi deb tan olingan Muhammad Ali karyerasi davomida bor yo'g'i 5 marotaba yengilgan xolos. Bugun sizlarning e'tiboringizga musulmonlar iftixori va boks afsonasi hisoblangan Muhammad Ali haqida biroz ma'lumotlar va karyerasidagi eng muhim nokautlarni tomosha qilasiz. Ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib oling. Qani biz unda boshladik. Bu afsonaviy bokschisi Islom diniga 1964-yili bor yo'g'i 22 yoshida ekan, chempionlik jangida Sonny Listonni yengib, chempion bo'lgandan keyin o'tadi. Dinini almashtirganini hammaga ovoza qilgandan keyin boksdan 3 yilga ketadi va o'sha vaqtlarda Vyetnamdagi jangga ham qarshi chiqadi. Vyetnamliklar menga hech qanday yomonlik qilmadi. Men nima uchun ular bilan urushay degan Muhammad Ali Vyetnamdagi urushga borishni rad etadi va shuning uchun 5 yil qamoq jazosi va $10,000 jazo pulini to'laydi. Shunchaki bir bokschi bo'lmagan Muhammad Ali 1960-yildagi Rim Olimpiadasidan chempion bo'lib qaytganidan keyin 2 kun o'tib bir restoranda faqatgina oq tanlilarga xizmat qilinishini bilgandan keyin oltin medalini oxiri ko'prigidan otib yuboradi. Shu harakati bilan Ali shunchaki bir bokschi emasligini, xalqni himoyachisi ekanligini va haqsizlikka qarshi kurashadigan inson ekanligini isbotlaydi. Muhammad Ali hayoti davomida ezilgan musulmonlarni va qora tanli deb haqorat qilinadigan insonlarni himoya qilib hayotini o'tkazgan. Faqat butun bu qilganlari sabab Muhammad Ali yana uzoq muddatga boksdan uzoqlashtiriladi. Lekin bu ham uni to'xtata olmagan edi. Chunki Ali bu vaqt ichida universitetlarga borib, islom dini haqida yosh avlodga gapirishni boshlaydi va o'sha vaqtlarda Malcolm X bilan yaqin do'st bo'ladi va islom dinini birgalikda ko'klarga ko'taradi. Boksdan ketganidan keyin Parkinson xastasi ekanligini bilgan Ali ancha vaqt davolanadi va Michigandagi o'z hovlisida din bilan yashashga va islomiyatni mukammal o'rganish uchun u yerda yashashni boshlaydi. Faqat bu dam olish vaqtida ham tinch turmagan Ali behisob yordam ishlariga qo'l uradi. Bularning ichidagi eng muhimi Birlashgan Millatlar Tashkilotini elchisi bo'lib Afg'onistonga kelishidir. Umri davomida Parkinson kasalligi bilan kurashgan Ali 3-iyun 2016-yili o'zi yotgan kasalxonada bu olamni tark etadi. Boks tarixining eng zo'ri deb tan olinadigan Muhammad Alining hayoti haqida qisqacha gapirib o'tdik. Muhammad Alini hurmat va ehtirom bilan xotirlaymiz.